Oxirgi kunlarda kelin juda ham qo'pollashdi. Choyimni ham yarim piyola beryapti. Yaxshiyamki quloqlarim kar, eshitmayman nima deganini, ammo his qilaman. Menimcha bu uyda ko'rishni xohlamayapti. O'g'lingiz ham ikki yo'l orasida qoldi. Hatto meni xotinidan yashirincha quchoqlayapti. Kecha-kechasi uxlayotganimda kelib o'pdi. Juda ham alam qildi. Menga holva olib kelmay qo'ydi. Tishlarim yo'q-ku, yeyotganimda chapillayotgan ekanman. Nevaralarim behuzur bo'lyapti ekan. Alloh shohid, men chapillatib narsa yermidim, begim. Siz bilan gaplashayotganim uchun devordagi rasmingizni ham berkitib qo'ydi. Mayli. Ichki cho'ntagimdagi rasmingizni bilishmaydi. Men uni qarg'amayman, begim. Nima bo'lsa ham o'g'limning xotini, nevaralarimning onasi. Meni qariyalar uyiga olib borib qo'yishmoqchi. Rosa ham alam qildi. Ha, aytganday dadasi, siz o'g'lingizga bir ko'rinib qo'ying. Nima bo'lsa ham otasisiz. Sizni gapingizga kiradi. So'z beraman, xonamdan chiqmayman umuman. Holva ham yemayman, mayli. Bolalarga ham ertak aytib bermay qo'ya qolay. Nima bo'lsa ham meni bu uydan ayirmasinlar, yasha olmayman, nafas ham ola olmayman. Sizni xotiralaringizdan uzoqda men qanday yashayman? Bu uyda suratingiz bor, javonda barmoq izlaringiz bor. Hassangiz hali ham devorda osilib turibdi. Xohlashmayapti meni bu uyda, begim. Yoningizga chaqiring, meni olib keting yoki siz ham meni unutib yubordingizmi?